Agar bu nasihatimni olsangiz, o'zingizga foyda qizim. To'ydan oldin kuyov to'rani Javohir aka deb chaqirgan bo'lishingiz mumkin, ha? Ana endi nikohdan keyin sizlarga xotinlik maqomi berildi, kelin qizim. Ana endi xotin bo'lgandan keyin kuyov to'rani begim deysiz. So'ng u xonadonda siz begoyim bo'lasiz. 1 yil o'tgandan keyin dadasi deysiz. Ha? 50-60larga yetgandan keyin bobosi deysiz. 70-80larga borganda esa boboy deysiz. 100larga kirganda esa ey chol deysiz. Xarid pardasi muborak bo'lsin. Iboh hayo bilan kelinimizni olib ketyapmiz, mana muborak bo'lsin. Faqat jimlik saqlaymiz. Hay hay o'lan jonim o'lan o'lanchi qiza yor yor va'dasida turolgan ey vafoli qiza yor yor uzun uzun aramchoqlar halinchakka yor yor oppoq libos yarashibdi ey kelinchakka yor yor muhabbatning saroyidan baxting bo'lsin